Qadrdonlar, assalomu alaykum. Yana bir xonadonimiz tunaka qo'yishini o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu xonadonimiz 135 kvadrat tunaka ishlatganmiz va ta'minlari bilan birga qo'yib berganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Hozir bu xonadonimizda akasining uyi ham bor. Uni ham ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa bizni kuzatib tursanglar. Bu joyimizga 04 listimizdan ishlatganmiz. Hozir ko'rsatib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qadrdonlar, obzorimizni ko'cha tomonimizdan boshladik. Ko'cha tomonimizda o'stirma shapkasi 55 sm, uzunligi 18-30 bo'lgan joyimizga shunaqa ko'rinishda fasonimizni qilib berganmiz. Bu joyimiz, bu xonadonimiz 134 kvadrat tunaka ishlatganmiz. 50 metr shunaqa ko'rinishda bo'lgan tarnovlardan qo'yib berganmiz. Tunakamiz har xil listimizda bor. Bu joyimizda 04 listimizdan qo'yib berganmiz. 120 mingdan 140 ming so'mgacha vodiy bo'ylab qilib beramiz. Tarnov alohida bo'ladi. Uzunligi tarnovda metr 60 ming so'mdan shilibga tarnovi kranshtayn chig'anoqlarni qo'yib beramiz. Xizmat haqqi bilan birgalikda. Uzunligi 18-30 lik joyimizga 55 santimetrlik shapkamizga shunaqa ko'rinishda bo'lgan. 134 kvadrat ichida bu ko'ripimiz ham bor. Va ichkari tomonga kirganimizda darvozaxonamizni shunaqa ko'rinishda qilib berganmiz. Bunaqa fason tushirmaganimizni, hovuzlar tushirmaganimizni sababi bu joyimiz ko'rib turganingizda darvozaxonamiz eng tepasidan shu yerimizdan ochiladi. Shuning uchun ashaga olib tushib shunaqa fasonda qilib berganmiz. Boshqa variantimiz yo'q. To'sinimiz ham u qorani tepasida shaxmatdan 5 sm eng oxiriga qadalgan holati shunaqa bo'lib o'tgan. Ichkari tomon shapkamizning uzunligi 33 metr, 110 santimetrlik tarnovni chekkasidan. Tarnovimiz ham ichkari tomonga ham qo'yilgan. 50 metr tarnovning ichida ichkari tomonimiz ham bor. Uzunligi aylanasiga 33 metr bo'lgan shapkamiz. Ko'rib turganingiz shapkaga qo'yilayotgan lampochka nechta bo'lishidan qat'iy nazar lampa bilan shnurni olib bersanglar, biz lesa borligida besplatniy ish haqini olmasdan qo'yib beramiz. Tunakamiz общий 134 kvadrat tunakamiz shu ko'cha tomon darvozaxona ko'riplari va ichkari uzunligi 33 metr bo'lgan shapkamiz, 110 lik bo'lgan shapkamiz hammasi bo'lib 134 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Fasonimiz shunaqa ko'rinishda fason bo'lgan. Novolik 90 gradus katta qoshimizdan qo'yib berganmiz. Narigi tomonimizga o'tganimizda, narigi tomonimizda koridorimiz bor bitta. 150 ga 360 lik koridorimiz ham 8 kvadrat ichiga kirib ketadi. Uzunligi 33 metr degan joyim mana shu burchagi mana shu joy bo'ladi. Uzunasiga bu chekkadan aylanasiga 33 metr 110 lik shapkamiz. Darvozaxonamizni kvadrati 325 ga 360 lik. Darvozaxonamiz metrini aytdimmi, aytmadimmi esimdan chiqib qoldi. Bu koridorimiz shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Xizmatimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqib olasizlar. 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida qilib beramiz. Tarnovidan tashqari, tarnovi metrajli bo'ladi. Shuni unutib qoldirmanglar. Bu joyimizga 04 listimizdan bo'lgan. Jami xarajati bo'lib общий tarnov bilan tunakasi hammasi bo'lib 20 million 790 mingga tayyor bo'lgan xonadonimiz. Bizni kuzatib borsanglar, bu akasining uyida ham ish bo'lyapti, uni ham qo'yib o'taman. Bizni kuzatib tursanglar, xudo xolasa u joylarni ham ko'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.